Assalamu alaikum Şərq Türkistanlıq əziz qarindaşlar. Dünya Uyğur Qurultayı tərəfindən Germaniyanın Münxen şəhəri təsis qılınğan Tor televiziyasının bugünkü söhbət proqramısına xoş gəldinizlər. Hörmətli qarindaşlar, sizlərə məlum Dünya Uyğur Qurultayının çağırışı və təşəbbüsü bilan bu yıl 11 ayının 6 günü Cenevadagi Birleşken Devletler Teşkilatı binası aldı deb birildigan zor yürüyüş, yani zor namayışqa ait sanaqlıq günlər qaldı. Ve şundaq yana Dünya Uyğur Qurultayının çağırığı ve Dünya Uyğur Qurultayının sahipqanlığı da 11 ayının 7'sinden başlap 10 günügüçe Germaniyanın Münxende çağırıldıgan Dünya Uyğur yaşlarının hemkarlıq ve qarindaşlıq uçuruşuğunu şundaqla tuncu növbetlik Şərq Türkistan Milli Kengişliğini ve şundaqla tuncu qitimlik İstiqlal Marşı mükafatı, taqtiş murasimi. Bu faaliyetlerin vakti yakınlap kaldı. Bu faaliyetlerin tayyorlik ahvollari qanday ketib atıdı. Sizlerge bu cihet etraflı malumat veriş için bu namayışni o'rlashtirgan, onun çağırı qilgan ve men baydab o'tgan yig'inlarga sohibqonlik qilib atgan Dünya Uyğur Qurultayının reisi Dolqun Aysa efendimni bugün stüdyomuzga taklif qildik. Hürmetli Dolqun Aysa efendim, atayetni vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun sizga alayda rahmat aytaman. Ko'p rahmat. Dolqun Aysa efendim, men deb o'tgandek endi bu namoyishga ait oz kunlar qoldi. Oldi bilan namoyishning tayyorlik xizmatlariga o'tishdan burun siz shu yaqinqi haftalardan buyon keyin-keyindan siz bazı Avrupa devletlerini ziyaret kıldınız ve bu Avrupa devletlerinin ait uçuşlarını yapardınız. Oldu bilen şu Avrupa ziyaretiniz hakkında televizyon köşklerimizge bir kısa malumat verip ötken bolsunuz. Köp rahmet. Aldığımızda bulmakçı olan faaliyetlerinin tayyorlik hizmetleri hakkında yine stüdyo teklif kılıp söhbet yapağanlığına için. Degandikidek aldığımızdaki günlerde bir qancha faaliyetler, mundaycha aytgan chaqda biz Germaniyada Münxen haftasi deb bir ism qo'ydik. Faaliyetlarninki tayyorlik xizmatlari tamomlanib, eng oxirgi bosqichga qadam qo'yotdi. Endi bizningki siz deb o'tgan masalaga kelsak, Yevropa davlatlarining asos qilgan holda shu 9-oyning 5-idan boshlab shu 10-oyning 20-günügacha bo'lgan taqriban 1,5 oyga yaqin vaqt Zintin köprek vakti boyunca Avrupa devletlerine bir aylanıp ziyaret ettik. Bunun asas maksat şu 11. ayda bulunduğun bir faaliyetlerinin tayyorlik hizmetleri hem de. Mesela bu ne için bunu bir qancha qitim şu televizyonda mı başka sosyal medyalarda mı bu neslerini deb ettik. Bunun ehemmiyetini çünkü 11. ayının 6. günüsü 5 yılda bir qitim bulunduğun devletlerinin kişilik hukuk vaziyetini umumimizin gözden keçiriş programısı növbeti Xitayga keldi. 3. qitimlik tekşiriş oldu Xitayni hazırgacha. Hem de bundan burun 2009 yılı, 2013 yılı Xitayni kişilik hukuk vaziyetini umumimizin gözden keçirgen. O vaqtlardaki Şərq Türkistan'daki vaziyet mi yaxşı emasdi. Ama keyinki şu Xitay hükümeti Çinçengo ceza lageri ni yol qo'ygandan buyon vaziyat burun har qanday bir tarix davriga qaraganda nachi vahshiylashiib ketdi. Bu zulm har bir Uyg'urning uyigacha, bu so'zgacha yetib keldi. Shuning uchun bu butun Sharqiy Turkistonliklarni, bo'lib erkin dunyoda yashayotgan Sharq Turkistonliklarni kecha kunduz o'ylantiradigan, mashg'ul qilgan, psixologiyasiga ta'sir qilayotgan bir masala bo'lg'achqa dunyoning hamma yerda Xitoy hukumatining jazo lageri masalasi gündemga kelgan har kuni, har minut bizning asosliq so'zlashayotgan kishilarning diqqatini qo'zg'atgan, endishini qo'zg'atgan bir masala bo'ldi. Shuningga bu 11 oydagi 6 kundagi Xitoyning kishilik huquq vaziyatini umumimizga ko'zdan kechirish, burunqi 2 qatimlik ko'zdan kechirib qaraganda biz uchun texmo muhim ve intayin ahamiyetli ve Xitoyga xalqaroliq bir besim şekillendire oladigan eng yaxshi bir fursat hamdi. Çünkü o'xshash bir vaqtda o'xshash bo'lmagan masala haqida o'xshash bo'lmagan kuchni ishlatib qilgan natija bilan paytni ching tutib, sharoitni ching tutib eppagan ishning natijasida zo'r farq bo'ldi. Shuningga biz bu
11 ayının 6. gündeki Birleşken Devletler Teşkilatı'daki bu Xitayning umumyüzlük ko'zdan kechirish programmasiga nihoyatda ko'p ahamiyat berdik Dünya Qurultayı. Buningga biz 5-6 aydan buyon jiddiy harakat qilyapmiz. Mushu yerda yapmoqchi bo'lgan namoyish va uningdan keyin Myunxenda ochmoqchi bo'lgan Sharq Turkiston Milliy Kengashi bo'lsin va mening bu qatim Yevropa ziyoratlarimizningki asos kun tartibi bo'lsin. Mushuni cho'r degan markaz qilgan asosda elib berildi. Bu jarayonda Norvegiya, Shvetsiya, Angliya, Belgiya, anından keyin Irlandiya bo'lib shu Yevropadagi davlatlarni asosan ziyorat qilib chiqdik. Bunun da avval men bir yerde şunu sorarken muşu devletlerindeki teşkilat rehberlerimizga, cemaat çoğunlarımızga aldılar alaylı rahmet etip ötümen çünkü meydan Norvegia'da Oslo'ga, Bergen'e ve Stavanger'e bağladık. Onun dinkin Strasbourg'a bağladım Fransa'nınki Avrupa Parlamento merkezi bakın karar çıkırdığın günüsü, tam 2 gün burun. Belgiye'ye bağladık. Anın deyinkin Angliya, Şvetsiya, şundaqla İrlandiyalarni ziyorat qildik. Mishaladiki hem de bütün teşkilatlarımız, cemaat erbablarımız nayt bizni nayt hürmet bilen kutib oldi, xaridorligimizni qildi. Bizga shu Sharq Turkiston vaziyatining da'voning ki hozirgi vaziyatlari haqida aytdi. Savollarni so'rashdi, elib oldimizdagi faoliyatlarimiz haqida fikir o'rtoqligi yapdik. Şunun bu münasibetle ben şu Oslo'dan başlanğan keyin Bergen, Stavanger'deki cemaatçiligimiz bilen söhbetlerimiz oldu. Ulağa yani köp rahmet. Stockholm'daki yurttaşlarımız naydı yaxşı kutib aldı. Ulağımı ve teşkilatlarımızga ve qarindaşlarımızga yani rahmet etimen. Strasbourg'daki qarindaşlarımız az bolsunmu? Yadımı ve qancha aylı bizni yaxşı kutib aldı. Ulağım bir yerine rahmet etimen. Belgiyadaki yurttaşlarımızdan söhbet programımız oldu. İyi teşkilat rehberimiz yurttaşlarımıza rahmet. Onun için Angliyaga bardık. Angliyadaki yurttaşlarımız bilen yaxşı kutib aldı. Ulağım rahmet. Onun için İrlandiyaga bardık. İrlandiyaga tunji qatimliq bir ziyaret bu. İyadiki qarindaşlarımızın yaxşı kutib aldı. Aldı bilen bir yerdeki bu münasibetle şu bütün müşahede biz bağlan vaktimizde biz hürmet gösterken, bizim kutib algan faaliyetlerimizge hamkorlashgan teşkilat ve cemaatlerimizge aldı bilen bir yerde bir rahmetlerimizni bildirishine, ularga bo'lgan minnettarligimizni bildirishine bir vicdani qarz deb bilaman. Endi şu bu ziyoratimizningki asos tugin deganigidek birincisi asosliq şu davlatlarning Tashqi ishlar ministerlikleri bilen, hükümetleri bilen, parlamentleri bilen görüşüp 11. ayda Xitayga çoğ bir xalqaralıq besim şekillendiriş. Şu devletlerin çünkü bu UPR degan kişilik hukukimizin gözün görüş devletlerle fikir bayan kılalaydıgan, devletlerle sorak taldalaydıgan, teklif fikir sunalaydıgan bir basqıç hem de. Şunun için bunun da köprak şu devletlerin Tashqi ishlar ministerligininki söz sahibi. Şular karar çıkırdıgan organ. Şunu biz bunu program kılıp takriben hazırgıca 15 devletning Tashqi ishlar ministerlikleri bilen ve parlament bilen ayrı söhbet yapmadık ve Dünya Qurultayı tayyorlagan şu kişilik hukukimizni keçirish haqida 3. ayda bir sungan bir dokladımız bulan ular taqdim qildik ve şu devletlerning qaysi meselelerni kun tartib keltireleydigan meselesi söhbetler yapmadık. Bu jarayonda parlamentga guvohlik berish yig'inlarimiz bo'ldi. Demek bu qatimki Avrupa ziyoratimizning asos nimasi? Şu 11. ayının 6. gündeki Ceneva'daki mush yig'inning tayyorlik xizmatlarida. Albatta bu jarayonda andan keyin yuqorida deb o'tgandekidek u yerdagi yurtdoshlarimiz bilan uchrashish, ularga Dünya Qurultayining hozirgacha olib borgan faoliyatlari haqida ma'lumot berish, ularning kallasida qolgan savollarga javob berish, bunday chiqqan chaqda hem hükümetler bilen, parlamentler bilen bo'lgan munosabat, hem şunun bilen u yerdagi o'zimizning yurtdoshlar bilan, teşkilatlarımız bilan bo'lgan munosabatlarni kuchlantirish jihatda nihoyatda yaxshi ve unumli bir faaliyetler olib berildi. Rahmat Bulqin efendim. Hakikaten siz hep ötkendek hem de bu bulutma demokratik ellerden namoyish qilish biz Uyghur xalqining derdini anglashninki qizapni apirtimizning ishballashimizninki milliy irodamizning ishballashimizninki Xitoyninki zulmiga bo'lgan noroziligimizni ifodalashga eng muhim usullarning birisi. Shunga mendan mujaq qarindoshlarimiz so'raydi, nima uchun 11 ayning 6-kuni deb, xuddi Dolqin aysa, efendim deb o'tgandek 11 ayning 6-kuni 200 ga yaqin davlatninki, BDT G'azza davlatninki vakillarininki, dunyo matbuotlarining, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarininki vakillarining qatnashida Xitoyning kishilik huquq vaziyati umumyuzlik ko'zdan kechirildi. Buni aytib muhim bir kun, shunday bir kunda biz Aşı Xitayning kishilik huquq vaziyati ko'zdan kechirilib atgan binoninki
oldidagi maydonda jaranliq shuarlarimiz bilan, g'azabli narilarimiz bilan o'zimizning noroziligini ifoda qilsak, bu yaxshi. Do'lqinay efendim deb o'tib ketgandek, mushu Do'lqin efendimniki Yevropa davlatlaridagi tashqi ishlar ministri bilan ko'rish apirishidagi sababni aytib obdan izohlab o'tdi. Hurmatli Do'lqinay efendim, namoyish qilgan vaqtni oz qoldi. Mening bilishimcha maxsus buning tayyorlik guruhlari qurilgan, namoyish tashviqot guruhlari qurilgan. Buningki konkretni tayyorlik ishlari yamanca qabdi, lozung hazırlash, bayroq hazırlash, tartib masalasi va boshqa nima degandek, mening bilishimcha hozir bu qatimki namoyish faqatla Yevropada yashayotgan qarindoshlarimiz emas, Yevropaning sirtidagi boshqa davlatlarda yashayotgan qarindoshlarimiz, ya'ni 20 dan ortiq davlatga qarindoshlarimiz kelib bu namoyish qatnashar ekan. Men shundaq uchurlarga ega bo'ldim. Bu hozir namoyishning tayyorlik, oxir tayyorlik xizmatlari qandayroq, yana xalqimizga deydigan qandaq bir chaqiriqingiz, murojaatingiz, yurak so'zlaringiz bor? Bu namoyishning tayyorlik xizmatlari yaxshi ishlanyotidu. Har qaysi davlatlardagi tashkilotlar bu masalada fidokorlik bilan xizmat qiladi. Bu 4-27 Yevropa komissiyasining oldida bo'lgan namoyishda Yevropa davlatlaridagi tashkilotlarni asos qilgan bir tayyorlik komissiyasi qurgan. Bu komissiyani shu Jeneva namoyish uchun aktivlashtirdik. Shu Yevropadagi davlatlarni tashkilotlarning hammasini tashkil topgan bir namoyish tayyorlik komissiyasi bir qancha oydan buyon o'zining davlatlaridagi yurtdoshlarimizni bunga safarbar qilish, buni qo'zg'ash, buning avtobuslarni tutish, chunki bu uzun yo'l. Çünkü bizim Şveysariyada fakat bir 70-80'e yakın kardeşimiz, belki eşip 100'e yakın balay, vaka, uşak, hemmelen hesaplayan vaktimizde biz 100 yetmeydiğen bir cemaatimiz var hem yerde. Şununla bunun asasiyetten biz netçe 5-6 bin adamdan söz kuvvetimiz hazır. Bunların hemmisi gelmiş Avrupa'nın her kaç devletlerinde. Belgiya, Gollandiya bu 1000 kilometrden aşık bir yol hem de. Norvegiya, Şveysariyada 2-20 kilometre yol. Angliyanın üzü neçe bin kilometre yol. İrlandiya'ya bağladık. Onun üzü bir 3000 kilometredeki yol. Müşahlardan insanlar keldi demdi. Onun üstüge Avustralya'dan, Japonya'dan, Amerika, Kanada, Müşü devletlerden insanlar keldi. Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye bir yerlerine keldi. Demek bulanın en uzunu 10-20 bin kilometre, en yakını boğanın üzü de neçe 100 kilometre. Çünkü Şveysariya'daki kardeşlerimiz ben azınca 300 kilometre yol vardı hem Zürih'ten nemeden çıkıyoruz. Şunga o Cenve'nin yüzüdüler bizim fakat bir kanç kardeşlerimiz var. Şununla bu hem de capalık bir hizmetçi o. Yani okşaş bir şeyden netçimin mesela Belgiya'da kıldık. Belgiya'nın yüzüde en azında bir 2000 kardeşimiz var diye. Gollandiya'da 2000 kardeşimiz var diye. Fransa'ya bula yakın yerler oğaçka katnaş meselesi de unç bağlığa ve kıygınçılık yok diye. Ma Cenve'ye siliştiğinde. Bu Cenve mesela hem bir uzak. Bu qaçqa nurgun güç sərf qıldığan tayyorlik xizmatlarini işləydigan qatnaş işlərini bulubmu orlaşdırış zürriyyəti bolğan bir tayyorlik basqıçı. Şununla bu hər qaysı dövlət təşkilatlarımız bunundan aytı can fidakarlıq bilan işildi. Hazırki məlumatlar qarğan çağda bütün dövlətlərdəki vətəndaşlarımız umumiyyən səfərbərlik bolğan bir vaziyette anın dekin bunun da hem de bu namayışın sahipxan dövleti olan Şveysariya'daki Şveysariya Şarkı Türkistan Cemiyeti Andeli Tosuncan Kerem başlık aşağıdaki teşkilat rehberlerimizden ait cepalı hizmetler bilen tayyorlik ayadaki sahipxanlıkla örlaştırıştık tayyorlik hizmetlerini orada mesela sahnilerini tayyorlaydigan avaz üskünlerini kıldığan aldın kıtım Brüksel'deki bo'lgan namayıştaki bazı kemçiliklerini bizim tayyorlik komiteti baştan körüp çıkıp nimeler yaxşı boldu, nimeler yaxşı bolmagan, nimelerge yaxşı tayyorlik qilamiz deb ularninki tecrübe sabaqlarini yakillab bu qitim bularga diqqat qilishga tirishdik. Shuning bilan u ruxsatlar elinib bo'lindi. Anın dikin hatta uzaktan kelgenler qandaq kelidi aeroplandan tushgandan meydan qandırmışlarning hammasi haqida Şveysariyadagi qarindoshlarimiz yaxshi bir uchurlarni ta'minlayotdi. Boshqa davlatlardan kelib bir kun burun çünkü 9'da başlandı. Aeroplan bilan keldiganlar en azından bir kun burun kelishga to'g'ri keldi. Ularning yataq ishlari qanday bo'ldi? Shundan qulaylik yaratib berishdan tortib uchurlar, ma'lumotlar vaqti ta'minlanyotdi. Tayyorlik xizmatlari degandagidek inayet mükemmel, cayda yaxşı kitip vardı ama yanılan 2 haftadan çıkrak vaktimiz var. Tehi yanılan seferberlik hizmetleri elip bilinmedi.
Çünkü bu Brüksel'deki namayişni biz asasen Avrupa'daki qarindaşlarımızı asas qilgan. Çünkü biz Avrupa'da yaşayotgan, Avrupa vatandaşları, Avrupaga baş döylayotgan, Avrupa'nın siyasi, iqtisadi, medeniyet, taraqqiyotga hissa qo'shayotgan insanlar bo'lish sübtimiz bilan Avrupa ittifoqini harakatga o'tkazish, Avrupa ittifoqining bu masalaga nisbatan ovozini chiqarishni asosiy maqsad qilgan bo'lsak, bu qadimgi bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining oldida o'tkazyapti. Bu Avrupa emas, butun dunyodagi Uyg'urlar yashaydigan, butun dunyodagi Uyg'urlarni aloqador qiladigan 200 siz deb o'tdingiz, 200 dan ortiq davlatning hammasining vakillari qatnashayotgan, bir necha yuzlagan xalqaro tashkilotning vakillari qatnashgan, butun xalqaro matbuot ishida hozir bo'lgan va Xitoyning o'zidami 100 vakil keladigan ministr darajalik mutaxassislar keladigan va shu kunsi Xitoy haqida bevosita maxsus Xitoy haqida tekshirish yig'ini bo'layotgan bir vaqt bo'lg'achqa bu namoyishning ahamiyati boshqa vaqtlarda qanchaqda muhim. Shuning uchun biz bunga ahamiyat berdik. Tayyorlik xizmatlari yaxshi ishlanayotdi. Avtobuslar tutildi. Belgiyadan, Gollandiyadan, Germaniyadan, har yerlardan kichik avtobuslar, cho'ng avtobuslar tutilib, tizimlanib, mashinalar bilan boradiganlarni nima qilib, demak bu jihatda xizmatlar yaxshi ilinib beryapti. Rahmat Dolqun efendim, bu cihetimden bütün dünya miqyasida hozir biz ko'rib turyapmiz, tuyib turyapmiz. Bu namoyishga nisbatan cho'ng bir hayajon bor, cho'ng bir qiziqish va xalqimizda cho'ng bir safarbarlik va qo'llash bor. Siz deb o'tgandek bu janvaning o'rni, jo'grafiyalik o'rni alayida Shveysariyada yashayotgan Uyg'urlarning sonini aytdi. Az cheklik qatnash masalasi, yana birisi qimmat bir shahar, qatnash jihatini va har turli jihatlarni shuning uchun biraz nima bo'ldi. Shunda bo'lsa-mu yana xalqimizni umumiylik safarbarlik keltirish uchun yana siz degandek bir 2 haftaga yaqin vaqtimiz bor. Chunki biz bu yil 4-oyning 27-kuni bu Yevropa Ittifoqida namoyishni o'tkazdik. Amerikada jonli faoliyatlar o'tkazildi, ammo millatimizni xushal qiladigan hodisalar o'tirib chiqdi. Masalan, Yevropa parlamentida maxsus Uyg'urlar masalasi, Uyg'ur Sharq Turkistondagi jazolarlari masalasi haqida qaror ma'qullandı ve Amerika Kongresi'nde maxsus Uyg'urlar masalasi haqida qaror loyihasi ma'qullandı. Hem bazı siyasi kuzatuvchilarning qarashicha hozir Mustabid Komissiyasi Xitoy hokimiyati garchi dunyoninki bu besimiga Uyg'urlarning bu noroziligiga, dunyo jamoatchiligining besimiga parvo qilmaydigandek bir qiyofatda ko'rinsimi, amaliyotda Xitoyninki markaziy hukumatiningki bo'libmi jazolarlar masalasida ishkilinib kelayotganlığa ait bazı bu vaktimi bazı kuzatuvchilarningki analizlari var. Mesela Chungchangoni almashtırıp toplaydigandek nimalar chiqishga boshladi, xabarlar chiqishga boshladi. Demak, albatta dünya jamoatchiligininki besimi albatta Komissiyasiy hokimiyatning ba'zi yovuz niyatlarining yenishiga bu cho'qim sababchi bo'ldi. Albatta bizningki tirishchiligimiz bilan. Xo'sh, Dolqun efendim, oxirida masalan Dünya Uyghur Qurultayı bu yıl çoğun faaliyetlerge, çoğun namoyishlarga bir yerde sahip kılıp mesela 4. ayın 27. gündeki 5000 kişilik namoyish. Bunun kendi hazır aldığımızda 7. 11. ayın 6. günü bu zor namoyish. Unundaki namoyishning kendiliği ertesi öğünden başlayıp Germaniyada, München şehrinde Uyghur hapsi var. Bunundan çoğun uçuruş xalqaro munbar var. Bir yer Sharq Turkiston Milliy Kengashi yoshlar uçuruşu degan o'xshash. Bununla yetishib ketyapmizdan qurultayninki masalan boshqa bu Uyghur hapsi masalan Sharq Turkiston Milliy Kengashining tayyorlik ahvollari, Uyghur yoshlarining qarindoshlik hamkorlik uçuruş yig'inining tayyorlik ahvollari va boshqa istiqlol mukofoti taqdish murosimining tayyorlik xizmatlari bularni o'z joyida ketyapti. Buning tayyorlik xizmatlari qanday? Şu albatta bu 11. ay degandekidek bir haftanın içinde biz bir qancha mühim faaliyetlerini o'rlashtirganligimiz uchun qiyinchilik bo'layotdi gapni rostini aytsak, chunki adam kuchi imkoniyatimiz, chunki bularning mutlaq ko'p qism qurultayning rahbarlari dunyoning ham yerida bo'lg'achqa va ishdan sirtqi bu faoliyat bilan shug'ullangan bo'lg'achqa ko'plari shunga ba'zi yetishib bo'lmaydigan avallar yuz beryapti. Biz shuning uchun buni dunyo qurultayning faoliyatlarini yo'l qo'ygan vaqtimizda her qaysi faaliyetke ayrı adamlarını mas'ul qilib, ayrı rehberlerini mas'ul qilib, qurultay işçi ve sirtidan bununla yardımga insanlarını çağırıp her bir faaliyet için birden tayyorlik komiteti qurilgan. Hamma komitet shuningga hamma adam o'zining xizmatini hep berayotgan bo'lg'achqa va bu xizmat haqida biz haftada 2 hafta bir qatim telefon yig'ini chaqirib qanday ketib boradi deb har qaysi komitetninki mas'ul bo'lgan xodimlar uningga
bu ipratkan faaliyetlerini, dokladlarını verip müzakere kılıp manda kılaylı da bir şekilde başka işler tertiplik bulatıdı ama biraz cepalık bulatıdı. Çünkü bu faaliyetlerle koşuplam bizning şu 11 aydagi Xitoydagi bu kishilik huquqni ko'zga kechirib fevqalodda muhim bo'lg'achqa buning da xalqaroliq bir davlatlar bilan hukumatlar bilan faoliyat olib berishimizmi bu ishga sig'dilib kirgachga bu jiq vaqtimizni oldi. Masalan, Janvada biz 9 oyning ichida 2 hafta turib 33 davlatning diplomatlari bilan, elchilar bilan, diplomatlar bilan ko'rishdik hamda. Etdiyen saat 8'den kes saat 7 geçe boğan aralıkta hatta çay mı içidiğen vakit bulmay ajda uçtu. Çünkü bir günde 10-12 devletin elçi kaldı bilen görüşü doğru geldi. O yaktan çıkıp iyak uygurduğun mışına kılıp aşağı 30 neçe devletin elçi kalmasından görüştük. Onun şu ceryandı paralel yani biz bu 15 tek devletinin ki ziyaret kılıp şularının taşkışlar ministerlikleriyle görüştük hem de. Hem şunun paralelde bu başka bu cenvelik namayış olsun, milli kengeş olsun, yaşların uçturuşu olsun, istiklal marşı mukafat faaliyeti olsun, muşların hemisi yani birlik bir işe doğru geldi. Yani şu bunun bütün kıyınçılık demezse birisi adam gücü, yani kıyınçılık yukarıda ettik. Bununla Allah razı olsun kurultay rehberleri ve işçi sırtıda boğan pidakar insanlarımız yüzden 8 saat 10 saatlik hizmetinden keyin vaqt ajırtıp durup şembi yaşamız qilib turib bunun tayyorlik işlerini qilib Çünkü bunun da bizim ishxonada bir qancha inson bor, 24 saat bu ishni qilayotgan yetish bilolmayapmiz da. Dokladlarni tayyorlash kerak. Başka işlerimiz var, onu kılışımızı doğru geldi. Ama şunu deganidek bir adam gücü meselesi de ikincisi iqtisadi. Çünkü hazır hem de bu Uygur hepsi bulundu davatımız bir yerde. En azından bir qancha yüz insan bir yere kivatıdı. Çünkü nime biz tamam hazır geçi dünya kurultuyu bulup başka teşkilatlar bulup bulatma cezalar kamp meselesi çıkan bir yerim yıldım bu yan nurgun işler elip verildi. Chet eldeki teşkilatlar qilgan ishlarimiz var. Bu nima ishlar yaxshi bo'ldi hozirgacha. Nima ishlarni tek qilishimiz kerak. Nima ishlar chala bo'lib qoldi. Nima ishlarni qaysi imkoniyatlarimizdan qila oldik. Bu ishlarning hammasi Milliy kengashda müzakere qilingan ve şunun bilan oldimizdagi plan programmalar tuziladigan. Çünkü bunun da nayte kıymetli fikir adamlar kivatıdı, teşkilat rehberleri kivatıdı, aktivistler kivatıdı, yaşlar kivatıdı. Biz kendi dairedeki bütün bu dava münasebetli bütün insanlarını çağırdık hem de. Çağırdık. Hiç kimle koyup koymay. Yani bu işlerin hepsinin fikirden faydalanıp dünyanın hem yerde vazife taksimat qilish. Avrupa'daki teşkilatlar şahslarning ishini qila olamiz. Türkiye'deki, Amerika, Kanada'daki, Avustralya'daki, Yaponia'daki ve başka yerlerdeki ishlarni qila olamiz. Bu ishlarning hammasining muzokarasini olib berish uchun bularni shuning uchun keng doirada bir qatnashadigan odam soni ko'p bo'ladi. Shuning uchun bularning hamda qatnashqili bu yerga kelganligi bir sohibxon hamda. Sohibxon bo'lgandan keyin ularni kutishimiz kerak. Turadigan yeri, tamoq masalasi, yig'in jarayonidagi bexatarlik masalalardan tortib hammasini biz o'ylashib tegishli masala, eng ushoq narsalardan tortib yuqorigacha bo'lganlikda. Shuning uchun bu masalada yuqorida aytganlikdek biri adam kuchi jihatki, ikkinchi iqtisodiy masala çünkü kelgandan keyin hamda xotinlar tug'ishimiz to'g'ri biz eng iqtisodchanlik bilan ipratimiz hamda. Buning uchun biz Germaniyadagi yurtdoshlarimiz safarbar qildik. Bu yerdagi ish odamlarimizni ziyorat qildik. O'tgan hafta yakshanba kunisi yig'ilib maxsus mishak tayyorlik xizmatlarini kim nimaga mas'uldi konkretniylashtirdik hammasini. Ama Allah razı olsun Germaniyadagi vatandaşlarımızdan bir yerde ularning bir qatim yana oldin rahmat etishini uygun ko'raman. Çünkü hakikaten bular biz sohibxon chet eldan kelgan me'morlarni eng chiroyli shaklda kutib olib, ularni rozi qilib mangdirishimiz bizning bir majburiyatimiz degan ideya bilan bular tayyorlik xizmatlarini olib boryapti. Shuningga garchi biz jiq ishlarni birga o'rinlashtirib qiyinlik ketib qolganda qilgan bo'lsak, ammo mishadagi yurtdoshlarimizdanki moddiy ma'naviy qo'llashi bilan, istashligi bilan bizga qanday xizmatlar va'da qilishi bilan bu yuklarimizni yana chandamay olib ketib boramiz. Rahmat, hakikaten bu işler asan emas. Avval Allah'ınki medeti bilen, halkımızın duası bilen, vatanperver kırındaşlarımızın, oğullarımızınki medeti bilen bu işler nayeti caya ketiyotuz dep ötkendek hazırmı Şarkı Türkistan Milli Kengeşiğiyle az 20'den artık devletten 200 etrafında bir yerde vekillik ilişkisi tayarlık kılıp oturdu. Vekillerin kildiğine asasiyetini okumlaştı.
bu Şərq Türkistan Milliy Kengişinin gün tərtibləri, proqramları, müzakirə qılınğan temalardan tartib, həmmə məsələlər təyarlıq xidmətləri asasiyyətdən tamamlaş oldu turdu namayişdən mən əlbəttə. Şundaq, əlbəttə biz yana dünya qulluğu bu sübtümüzdən xalqımızdan ki g'amini yeyotgan va ichivasidik xalqimizning g'amini yeyotgan millatimizning davosini qilayotgan bir organ bo'lish sübtimizdan albatta bizning tayinlagan asosiy kuchimiz yana bizning xalqimiz va ekran oldidagi vatanparvar qarindoshlarimiz. Hurmatli To'lqin Isa apandim, ataydan vaqtingizni chiqarib bergan bu atrofli ma'lumotlaringizga alohida rahmat aytaman. Aziz qarindoshlar, bugungi suhbat programmamizni nishada oxirlashtirmoqchimiz. Albatta yana sizlarga bunun keyingi programmalarımızda bu ben yuqorida deb o'tgan namoyish yig'inlarninki tayyorlik xizmatlari bu vaqtdagi yangi uchurlarni davomli sizlarga xabarlantirib turibmiz. Oldi bilan biz hammamiz 11-oyninki 6-kuni atdigan soat 9da Janvada uchrashaylik. Xayr xo'sh, ko'rishga omon bo'ling.